Bugun nima bo'lganini bilasanmi? Birinchi marta qalbimdan chiqib ketganingni his qildim. Birinchi marta sensiz bo'lishni qabul qilib, seni sevishni to'xtatdim. Qaniydi? Ba'zi narsalar tuzalishiga ichimda biroz umid bo'lsa edi. Lekin sen meni shunday yolg'iz qoldirdingki, shu qadar ko'nglimni og'ritdingki, shu qadar adashdingki, sendan zarracha ham umidim qolmadi. Agar jonimni so'rasang, negaligini so'ramay berardim. Lekin sen sababsiz meni xafa qilishni tanlading. Insonning sevgisi tugashi bilan uning g'azabi ham buziladi. Avvaliga sendan juda jahlim chiqdi, lekin meni hozir jahlim ham yo'q. Endi sen qushlar kabi erkinsan. Qanotlaring sinsin deya olmayman. Ammo uchib ketgan har yering sen uchun g'urbat bo'lsin. Chunki mening yuragim endi sen uchun uy bo'la olmaydi.